Assalamu alaikum, musulmon bir tuğanlar, sizler men bazar var. Bugün 23 mart tuğanlar. Cava Başar'dan tushdan keyingi kechki desek de bo'ladi, kechki rubl ko'rsatmalarini ko'rsatib aytaveramiz tuğanlar. Biz men bu like bosib qo'llab turibsizlar, o'q kelsa bizde 98% adam like bosib ko'rsatadi, podpis etmay tuğanlar. Like bosib, podpis etib qo'llab qo'yingizlar. O'q kelsa az tartib ko'rsatamiz buyursa. Men Cava Başar'dan tuğanlar. O'q kelsa qo'linglar uchun leti yezib qo'yasizlar, bol tuğanlar. Tuğanlar rubl 90, satılış 99 dan, dollar 97 dan. Euro 170 dan. Bilmem banklarga insap bergen burada 85 dan alıp 1050 dan sattatdilar. Hazır bu yerda 91 dan alıp kommersiya bank Kırgızistan 99 dan sattı degan tuğanlar. Güzelim buna. Adam köp şul bankta. Geçeten berimden. Buna tuğanlar Bakay bankta da 90 dan alıp 1030 dan sattı. Rubl. Dolar 90 dan alıp 99 dan. Buna. Şunday bugün kursları keşke